Voy jonim, menga qara, hozir bozor kirgandan keyin olib talashib, uni olib bering, buni olib bering demagin. Tushunding? Men tanlagan narsani kiyasan. O'zi qurumsoq adajoningiz 500 mingga berganlar. Dadam 1 million pul berdi-ku. Xo'p. Rostdan xohlagan narsam olaveraymi, dada? Olavering, toy bola, olavering. Sizga yarashaveradi, qolganlarga shalpillab qoladi. U gap eshitganman, millionda aytishgan. Mana Jumpay bola kimdan ekan? Aya hozir issiq-ku. Ha, 2 oydan keyin qish keladimi? O'shanda kiyasan. Boshimni qotirma. Kimdan ekan? Nech puldan menba? Rostdan ustozing shundan oldidimi? Ha, ustozim agar shunda kelmasalang darsga kirgizmayman dedi. Ha, ol bo'lmasa. Odam isib ketdi, bitta mors ichmaymizmi, olim? Ichimsiz, dada. Aya mors ichayga siqta chanqab ketdim. Voy jon bola, mors ichasan. Ma, uydan choy olib kelganman. Choy ich. Oldimga tush. Siqta kim choy ichadi? Aka, to'rs qiyma shashlik qo'yib yuboring. Dada, uyga olib ketasizmi shashlik? Yo'q, senga aytdim, shu yerda o'tirib yeb ketasan. Yo'q. Yig'layman hozir, dada. Bolam yarimta nonni ichiga bir shashlik qo'yib yuborgan. Onam shu yerda ham meni o'ylaysiz, bolangizni o'ylaysiz. O'zingizga ham oling, ona. Ha, bu o'zimga? Men-chi, men nima yeyman? Ha, uyda ovqat kimga pishirib qo'ygan? Mana adajoningiz bilan borasizlar deb mazza qilib yeysizlar. Bolam tezlashing, bo'ling. Hech ham katta emas. Shuni olamiz. Keyingi yil ham kiyasan. Bolam o'rab bering. Yo'q, kiymayman buni. Bilaman, hozir yig'laysan. Kiyim kirib bo'lmasa, oldin qo'yib qo'y. Voy jo'rima. Hamma aytgan kiyimlaringni olib berdimi? Ha, dada, rahmat. Endi mana hamma qumlarni uyga olib kirasan. Undan ko'ra ayam natayig'im yaxshi edi.